Salom do'stlar, bugun biz Rus Gamer bilan PvP'ga chiqdik. O'tgan safar esa Drop Gamer bilan chiqdik. Nima qilib o'yin boshlanmadi. Qizil bo'lasam, ko'k bo'lasam, men bu safar ko'k bo'laman. Men qizil. Mana men tugmani bosasan. Bu meni ukam birma-bir PvP'ga chiqdik. Men bosaman, bo'lmasam senda ishlamaydi. O zumradlarning ko'pligini. Menda esa 15 ta zumrad. Xo'sh do'stlarim, tezda kuchayib olamiz. Bularni blokka pulim yetmadi. Chunki zumradim qolmadi. Nega buni ichiga kirib ketaveraman? Menda tik 6 dona zumrad bo'ldi. Senda-chi Ozod? Senda-chi? Men aslida ishlatdim. Yaxshi do'stlarim. Bu safar kim yutadi izohlarda yozib qoldiring. Balkim yana men yutarman. Bu yerda esa haqiqiy magazin. Ortiqchalarimni shu yerga qo'yib, yana sandiqqa narsalarimni solib qo'yishim mumkin. Sandiqlarni solaman-da. 13 ta zumrad ajoyib yaxshi. Men endi bloklar sotib olaman. Xo'sh va quramiz. Xohlasangiz shu PvP'ni sizlarga tortib berishim mumkin. Bedrock versiyada liboy odamingizni ulab o'ynasangiz bo'ladi. Anan yaramas. Men esa tezroq olmoslarga borishim kerak. Va olmoslar tayyor. Men olmoslarni bir pasda oldim. Rus Gamer esa hali bir donagina blok qo'yishga ham ulgurgani yo'q. Ya, bu yerda yana zumradlar. Qilichlarni o'zi sotadi. Sal teparoqqa chiqqin, teparog'iga. Sal teparog'iga. Ana shu qilichlar sotadi. Xo'sh, menga nima kerak edi menga? Sal yetmas ekan-da, Xo'sh, qilich oldim. Yana nima olaman? Mayli, blok olaman. Mana. Chunki men 11 ta. Yaxshi. Men hamma joyni egallab olyapman hozir. Hali men ham olmoslarga qurib borishga ulguraman. Ikkinchi olmoslarga. Chunki ikkinchisida ham bor turda. 34 ta yaxshi, endi yetadi do'stlarim, yetadi. Davay. Aka, qo'llarni Bo'pti, qani. Birinchi bo'lib nima qilish kerak, bilasizlarmi? Birinchi bo'lib albatta o'zimizga qilich sotib olamiz. Keyin esa bundan sotib olib, buni esa o'rab chiqamiz. Shunday va bir ustiga bitta qo'ysam shunday, mana o'rab chiqdim. Endi esa PvP'ni boshladik. Qani Ozod bu yoqqa. To'xtamayman, meni to'xtatib ko'rchi qani. Do'stlarim, agar video yoqayotgan bo'lsa, like va obuna tugmalarini bosib qo'ying. Bu juda ham muhim. Axir shuncha mehnatimiz axir. Bu yoqqa. Senga yo'l qo'y. Men olmoslarni to'playapman-ku. Tortini yeb qo'yaymi? Uy. Ma. Mi. Kirkenam bor edimi? Ha, afzalarimni kiyaman. 3 ga sanayman-da boshlayman. 1, 2, 3 boshlandi. To'xta, qilichim o'g'li. Bo'lsandi. Meni yenga olmaysan. Senda 2 ta aslaha bor ekan, lekin menda olmos qilich bor. Aka. Ya, narsani cheksiga chiqib ketdi, kirkang. Va men do'stlar shu joyda o'yinni tugatamiz. Ham. Va ko'rganingizdek blue g'olib. Men ko'k bo'laman. Mana senga. Keyingi videoda ko'rishguncha, keyingi videoda yana qaysidir do'stim bilan PvP qilib ko'raman do'stlarim. Video yoqqan bo'lsa, like va obuna tugmalarini bosib qo'ying. Shuncha mehnati bizga axir. Like bosmaslik yomon-ku, to'g'rimi? Hayır, sizlar bilan yana Uz Gamer bo'ldi. YouTube'da esa Noch Uzman. Hayır.